Ramazon oyiga chegirma boshlandi. Atigi 13 ming so'mdan mana bu ko'rib turgan nima deyadi? Apelsinlaringni ozilang bo'ladi. Xudo xolasa mazzasi zo'r. Xitoydan keltirilgan fantalar bor mana. Fanta deyiladi. Voshi mazzasi gap bo'lishi mumkin emas. Xitoyning mevasi. Bu nima deyiladi aka? Pamella. Donaga sotiladimi? Donasi 25 ming so'mdan. Bunisi 35 ming so'm. Bu ham pamella. Faqat kattaroq paket. Bu qanaylar so'yib yiladimi? So'yib yumshab, so'yib yeyiladi. Zo'r. Sitrus mevada. Xo'p, ananasimiz 20 mingdan. Ananaslarimiz 20 ming so'mdan. Noklarimiz bor mana 20 mingdan. 20 mingdan, yana ananaslar. Ananaslar. Bu tomonda yana bir narsalar ko'ryapmiz. Bular bu ham pamella, bular chiqib chiqadi ona yo'q. Bunisi 35 ming so'm, bunisi 25 ming so'm. Ananaslar. Xo'p, bunimiz nima aka? Kokos. Kokos. Donasi qancha? 35 ming tayyor. Kokos upakovka qilingan. So'ka bo'ladi, maza ichaverasizlar. Xudo xolasa, anorlarimiz bor ekan. Qancha aka? Anorlar 35 ming so'm, bananlar 28 mingdan. 28 mingdan, kivilar mayda mandarin 30 mingdan. Qo'limizdan kelgancha ozroq ma'lumot berdik. Bu yerda mevalar ko'p ekan, vaqtimiz cho'zilib ketyapti. Lokatsiyalari qayer ekan? Andijon Sharxon yo'lida, Segazaqo'l. Andijon Sharxon yo'lida, Andijon. Kelaverasizlar mana yo'lda bo'yida ekan, akalar. Xitoyning mevalaridan bor ekan. Kelib, tanovul qilib, sotib olsangiz ham bo'ladi. Ramazon oyiga chegirma boshlanibdi. Sog' bo'ling.